Eldoq sotilmaydi. Bashakari prezidenti Eldoq sotilmasligini aytdi. Eldoq Shomurodov mavsumni Bashakari safida yakunlaydi. Serxio Ramos futbolchi faoliyatini yakunlash haqida o'ylamoqda. Abduqodir Husanov Manchester City'da yanvar oyining eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Ronaldoning noroziligi sabab Al-Nassr xodimlariga maosh to'lanmayapti. Krishtianu norozilikni davom ettirmoqda. U Al-Ittihadga qarshi o'ynashdan bosh tortdi. Hujumchi maydonga qaytmaguncha klubning moliyalashtirish vaqtinchalik to'xtatilgan. Fenerbahce muxlislari N'Golo Kanteni klubda shunday kutib olishdi. Mbappe Realga kelganidan beri Rodrigo 32 o'yindan beri gol ura olmagan. Vinicius ketma-ket 16 o'yinda gol ura olmagan. Güler 26 o'yindan beri golsiz. Bellinghamning samaradorligi sezilarli darajada pasaygan. Birinchi mart kuni Braytonning ligada oxirgi marta gol urganiga ro'ppa-rosa 1 yil bo'ladi. Bu diktatormi? Barselona Marcus Rashfordni 30 million yevroga sotib olish bandini faollashtirmoqda. Manchester United transfer summasini hech qachon kamaytirmoqchi emas. Rasman Real Madrid Rodrigo jarohat olganini ma'lum qildi. Taxminlarga ko'ra 10 kun safdan chiqqan. Kaneta Real Madrid uchun bir variant sifatida short listidan yana joy oldi. Klub futbolchi agentlari bilan muzokaralarni qaytadan boshlagan. Rasman James Rodriguez Minnesota United bilan shartnoma imzoladi. Shartnoma 2026-yil iyunigacha. Uzaytirish opsiyasi bilan. Hansi Flick butun jamoa tarkibidan juda mamnun. Joan Garcia, Kubarsi, Balde, Pedri, Frenkie, Lamin va Rafinha muhokama qilinmaydigan, sotilmaydigan futbolchilar. Gerard Martin va Rooney Bargi esa yoqimli kutilmagan kashfiyotlar bo'ldi, deya xabar beradi Andrés Sánchez. Futbol News kanaliga obuna bo'lishni unutmang.